Qo'lingizda yo'qligidan ota-onangizga yaxshi bir muruvvat qila olmayapsiz. Qo'lda yo'qligidan ota-onaga yaxshi sarf-xarajat qila olmayapsiz. Shunda nima qilishlik kerak? Shirin so'zingizni ayamisiz. Topganingizni ko'tarib borasiz, oyi yoki dada, topganim shu. Alloh nasib qilib qo'limizga bir baraka beradigan bo'lsa, bundan kattaroq bir ikrom ko'rsatamiz inshaalloh. Deb turib, bo'lsa qilardim, yo'qda nima qilay? Deb turib do'q qurishlik, man qilishlik yo'q. Qila olmayapsizmi? Eng kamida nima? Shirin so'z. Eng kamida problemangizni aytmay turing, shu ham yaxshi muomala bo'ladi. Men bu narsani avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Yigitlar, ota-onasi tiriklar. Ota-ona musulni yaxshi yo'q qolmasin. Ishingiz yurishmaganda ham kelib gapiraverasiz enangizga, qarzingiz borligini kelib otangizga gapiraverasiz. Siz o'zi 20-30 ga kirib boqib qo'ygani yetmaganda keyingi problemangizni ham ko'taradi.